Assalomu alaykum, kari o'zbek kuzatuvchilari. Assalomu alaykum, Mahmudjon. Adash, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ishlar bo'lyaptimi? Rahmat. Bizni to'g'ri tushunganingiz uchun katta rahmat. Lekin odamlar boshiga tushmaguncha tushunmaydi. Ham ishlash shunaqa ekan deb ishlatishaveradi. Mana qachonki uni yoniga biznikidan qo'yilsagina farqiga boradi. Mana sizniki 3 oy ishladi. Uni YouTube'ga ham chiqargansizlar. Xo'sh, mana sizni men Buxoro Adash $100 deb yozib qo'yganman. Zafar Hoji bilan ishlayotgan paytimiz 2023-yili dekabrda kelib zakalab berib ketgansiz. U $100 pulda Zafar Hoji bilan ikkalamiz hisobimizdan kirib ketgan. Lekin shu $100 men bilasiz, remont qayta rekonstruksiya qilib berish uchun kelishilgan bahodan $100 chiqarib yuborganman. O'zim haqqimni halolladim, lekin siz $100 zakalat berib ketganingizdek u pulni men hisobga olmasam ham asli bo'ladigan narsa edi. Xo'p, keyin bu yerda mana oradan vaqtlar o'tib, bu videolar tashlab shunaqa narsalar bo'lib o'tdi. Mana vaqtlar kelib, keyin mana 30-may kunlari menga video tashlagansiz. Shu zavodlar Namangandagi ishlayapti. Mana birinchi qatorda yiqilyapti, ko'ryapsizlar. Rangini bir xil qilgan. Eng alam qilgani rangini ikki xil qilishsa, ko'pchilik aytadiki, mana xuddi sizlarsiz ishlamayapti deydi. Menga takazat qilgan. Yo'q, rangi bir xilda. Biroq farqiga bormaydi. Biz buni bitta farqiga boramiz. Kalbasa shunaqa zo'r kelyapti, lekin g'ish yerga tushguncha guvala bo'lyapti. O'sha videolar tashladi menga. Mana riskani bir xil qilgan. Oranjiy rangga urgan, yashilga urgan. Mana pastga bez tarmazdan atib qo'ygan. Ular mayli, eng qizig'ini ko'ramiz bularda. Xo'sh, undan keyin men lakaza tashlayapman. Keyin mana boryapman. O'zim borib, kechasi borib mana zavodni Agar elakni qo'shmayman desanglar, bu elakka обязательно kechasi yetib borib Buxoroga bonni karlarni ko'rib kelamiz. 30-40 kulon bor, yarim metrni. Ularni mana juda katta kulon berib yuborgan elakka, ularni to'g'irlatyapmiz. Zavodni biz borib bundan boshlab nazorat qilamiz iloji boricha. Keyin mana karlar bizga yuklanyapti mana. Ana Buxorodan karalarni qaytib jo'natyapmiz hisobga. Qancha asfalt, qancha ovoragarchilik. Rimonga qaytib yuboramiz buni Mahmud hojiga. Sirdaryoga. O'zi kelgan joyi Namangandan bizga. Xo'sh, bu narsa mana yuklangan. Mana hozir buni bizga yetib keldi buni. Adash, mana bu joydan shu mayerda shuncha joy bor-da, mana bu yoqda 2 metr joy bor-da. Hamma oniki. Adash, karani qarang endi. Buzib olganmiz karani, qo'lni sochdik. Kabinaku mayli, xo'p. Biz ikkita kara bitta stol remont qilguncha biz 3 kampil yasab bo'lardik. Shu darajada qiynaldikki. Qad turibdi. Kabina to'ltiribdi, pol, mana bunday pol qiyish turibdi, bunday bo'lib. Mana qarang, yaxshi, o'z ko'zdaman sizga. Shu darajada 5 sm, 3 sm tegib turibdi birga. Masalan, 10 tarafda 5 sm joy bor. 10 tarafda 5 sm. Bundan ketdi remont. Biz poli bormi? ochganimizdan keyin masalan, yana urvinda. Balisaga borsiz, kasalingiz borsiz, bitta kavlasa chiqaradi. Shunga o'xshagan narsa bo'ldiki, endi asti qo'yildi. Shunaqa kasal ko'p chiqdi. Remont qildik. Keyin bonni shit, elektr shitlarigacha yangilandi bu. Elektr shitlarigacha yangilab. O'tishga tayyorlanamiz. Bonni elektr shitlar yangilanib, mana haqiqatdan remont qilindi. Yaxshigina mehnat qilindi. Hatto ochig'i juda ham uzun qo'rgan, meni katta deb maqtanishadi. Bir necha oshib ketgan tayyorlarni oshchasini bittani. Bittaniga to'g'ri kesilib kesvormaganmiz buni. Qaytadan mana remont bo'ldi. Eng qizig'i, mana qarab turing, 72 voltlik motorga 48-60 voltniga qo'yib yuborgan. Uni kraska qilib yuborishgan. Elektrigi ham shunaqaki, juda injiq ishiga ochib, tekshirib, ko'rib o'sha narsalarda. Xo'sh, migalar ham shunaqa bo'lgan. Undan keyin mana shitlari. Xo'sh, mana bu nakopitelli stoldan chiqqan konserveklar. Bir kuyib tamom bo'lgan.
ishlamaydi. Polni yangilanib ketdi-da. Polni past 90% ketganda. Shitlar avaringni. Nakapitulov solish shiti. Na teplовой защитasi bor. Na sekundami. Biz boshida shunaqa chiqarganmiz. Har doim bir qadam orqada bular. O'qivoramiz, bu o'qivoramiz 2026 ga o'qivoramiz dedi, lekin biz bu o'qiganchalar o'qivoradida. Shunaqa bo'lib, qiyinchiliklar bo'lib chiqqan ishlari. O'sha chiqqan ishlari bor. Undan keyingi holatlar. O oldingi menga tashlagan videosi. Oldin shunaqa chiqardi mana ishlarim. Mana chiqqan. To'g'ri, bunaqa chiqishi ishlayapti degan narsa bo'ladi, lekin bu bıraktı, ziyon-ku. خلاص ماشي ماي التدان Qolib ketgan mana ishlar. Mana natijasini ko'ryapsizlar sezon oxirida. Natijasini ko'ryapsizlar. Borib kelishi 1, 2, 3, 7. 3 sekundini boshlandi. 10 sekundlarga qo'yiladi bizga hammasi. Mahmud aka, assalomu alaykum. Aka, bu narsalaringiz mana metalon holida edimi? Mana shu jalga keltirib qo'ydik. Mana hamma joy cho'k ishlayapti hozir. Mana stolingiz. Mana bu maydalab tashlagan stol mana shu bo'ladi. Hozir yaxshi ishlayapti. Bu tayyor. Xudo xolasa ish. Mana bu reskingiz aka. Mana bu reskingiz bu. Buni ham hech qaysi material ishlamadi. Boshqatdan qildik hammasini. Yangi material. Yangi risk qilib bergan qisqasi. Bu ham tayyor. Hozir mana to'pga qo'yib ishlatib qo'ydik.